Men Nodir. 3 yil bo'ldi, akam Jahongir Rossiyada. U ketgan kuni hovlimizdagi eski darvoza gichirlaganicha qolgan, ammo u gichirlaganda yuragim ham shunday ovoz chiqarishini o'shanda bilmagan edim. Uyda Nafisa, akamning xotini, yolg'iz qoldi. Avvaliga hammasi oddiy ko'makdan boshlandi. Bozorga olib borish, tomni tuzatish, qishda ko'mir tashish, yozda suv taratish. Kelini deb chaqirardim, u esa Nodirjon deb minnatdor jilmayardi. Asta-sekin bizning sukunatlarimiz gapdan ko'ra og'irroq bo'lib qoldi. Bir kuni yomg'ir yog'di. Tomdan tomchi otayotgani uchun kechqurun zinali tom ostida yamoq qidirdim. Nafisa choy olib keldi. Qo'llari biroz titrar, labida iliq tabassum. "Rahmat", dedim. "Un akam qaytguncha uy buzilib ketmasin", deb kuldi. O'sha tutda oddiy ibora ichida qandaydir chuqur yolg'izlikni sezdirdiki, ko'nglimni nimadir ortab yubordi. O'zimga o'zim, "Ehtiyot bo'l, Nodir", dedim. Ammo ehtiyot degani ko'pincha kechikib kelar ekan. Kundalik ishlar bahona bo'lib, biz ko'proq suhbatlashadigan bo'ldik. U akamning chetdagi og'ir mehnatini gapirar, video qo'ng'iroqlardagi qisqa ko'rishuvlardan so'ylardi. "Hamma narsa yaxshi", derdi Nafisa, "ammo ko'zlarda hamma narsa yetishmaydi" degan soyalar yurardi. O'zim ham yolg'iz edim, uyimizda men va sokin devorlar. Kechalari shamollab, kuchi chirogi hovliga uzun, yolg'iz soyamni tashlaganda, insonning eng kuchli dushmani yolg'izlik degan gapning ma'nosiga yetardim. Qishda uning onasi betob bo'lib qoldi. Nafisa tunda qo'ng'iroq qilib yordam so'radi. Tezda olib bordim, navbat kutdik, dori oldik. Tongga borib, charchoqdan ikkovimiz ham jim qolib, kasalxona yo'lagidagi sovuq skameykada yonma-yon o'tirdik. O'shanda u "Rahmat" deb qo'limni qisdi. Qisqa lahza, lekin u lahza ichida yuragimdagi chegaralar qochganini his qildim. Kunlardan bir kun kichkina janjal bahona bo'ldi. Qo'shnining bolalari derazani toshlab sindirib qo'ydi. Nafisa yiglab yubordi, deraza uchun emas, yigilib yotgan hammasi uchun. Men unga taskin berdim. So'zlarim kamlik qildi. Yelkasiga qo'limni qo'ydim. U chekinmadi. "Men kuchliman", dedi, "faqat ba'zan odam bo'lish qiyin". O'sha payt biz insonligimizni sezib qoldik. Qolganini so'z bilan aytish shart emas. U oqshom qalblarimiz bir-biriga yaqinlashdi. Xatolar odatda shivirlab keladi, hech narsani buzmagandek, hech kimga ko'rinmagandek. Oylardan keyin u menga qarab juda sokin ohangda "Nodir", dedi. Ko'zlari muzdek sukunatda yashnardi. "Men homiladorman". Shu ikki so'z dunyoni ikkiga bo'lib yubordi. Kechagacha tanish bo'lgan hayot va bugungi og'ir haqiqat. Mening ovozim chiqmay qoldi. Nafisa qo'rqqanday boshini egdi. "Men buni yolg'iz ko'tara olmayman", dedi. Men bo'lsa o'zimni nafrat va mehr orasida ezilganimni his qildim. O'sha kecha uyga qaytayotib, qorong'u ko'chada qadamlarim shovqinini emas, vijdonimning iztirobini eshitdim. Qaytaman degan akamning xabari ham uzoq turmadi. Bahor boshida kelishini yozdi. Telefonim titradi, ko'ksim toraydi. Akamga ne deyishim kerak? Nafisaga nima? Onamning yuzini qanday ko'raman? Har javob boshqasini og'irlashtirardi. Bir necha kun ichida men ulg'ayib ketdim, go'yo. Nafisa kuchli edi. "Men yolg'on yasholmayman", dedi u. "Bu bola gunohning mevasimi yoki taqdirning sinovimi, baribir odam. Agar biz odam bo'lib qolsak, unga ham odam bo'lib hayot beramiz. Qolganini esa qaytganida Jahongirning oldiga borib rostini aytamiz. Qachongacha yashiramiz?" Men bosh silkidim. Qo'rquv bor edi, lekin undan ham kattaroq narsa mas'uliyat. "Men yoningdaman", dedim. Qanday bo'lsa ham. Onamga birinchilardan bo'lib borishga jur'at topdim. U non yopayotgan edi. Pech og'zi oldida xamirga un sepib, "Yuzing oqarib ketibdi, bolam", dedi. Men hammasini bo'lib aytdim. Onam indamadi. Pechdagi issiq nonning hidi hovlini to'ldirar, ammo ichkarida sovuq shamol esayotgandek tuyulardi. Oxiri u og'ir oq tortdi. Gunohni men o'lchamayman. Lekin har gunohning o'z haqiqatiga qaraydigan kuni bor. Erkak bo'lsang, erkak bo'lib javob ber. Boladan yuz o'girma. So'zlari qilichday keskin, ammo duoday iliq edi. Akam keldi. 10 mart kuni soat 3larda avtobusdan tushdi. Qor erib, ko'chalar loy, havoda yangi bahorning begubor isi. Uning ko'kragiga otilib borish o'rniga yuragim shuv etib ketdi. Ko'zlariga qarash qiyin edi. Uyda dasturxon tuzaldiki, lekin har kim o'z suyagini yutayotgandek. U kechqurun hammamizdan shubha sezgan ko'z bilan "Hammasi joyidami?" dedi. Nafisa menga qaradi. Men bosh irgadim. Shu kecha biz uchovlon gaplashdik. Nafisa sokin, ammo qat'iy ohangda hammasini tushuntirdi. Yolg'izlik, qo'rquv, ko'mak, o'sha bir lahzaning cheksiz oqibatlari. Akamning ko'zlari otdek yonib ketdi. U o'rnidan turib deraza yoniga bordi, chuqur nafas oldi. Bir zumda hammasini buzib yuborishi, hammasini kechirish ham mumkin edi. Vaqt cho'zildi.
Soat tik-tak etar, har tak bizning taqdirimizni bo'lib tashlayotgandek edi. Men sizlarni yaxshi ko'rardim, dedi u nihoyat pichirlab. Nafisa, turmush o'rtog'im. Nodir ukam. Men o'zimni kimga achinay? U boshini egdi. Menga bitta haqiqat kerak, bu bolaga kim otalik qiladi? Men oldinga qadam qo'ydim. Men dedim. Ovozimdan qo'rquv ketgan, faqat rost bor edi. Men o'tgan uchun ham, kelajak uchun ham mas'ulman. Bu bolani o'z farzandim deb ismini qo'yib, halol rizqim bilan ulgaytiraman. Agar sen rozi bo'lsang, ajralish yo'lini halol qilib, Nafisaga halol nikoh o'qiymiz. Agar rozi bo'lmasang ham, men bolani hech qachon tashlab ketmayman. Akam uzoq jim qoldi. Keyin ohista, rost, gunohlar ham rostlikni xohlaydi. Men ham odamman, yaram og'riydi. Bu og'rib ketmaydi. Lekin bolaga nima ayb dedi. Ko'zida so'nggi uchqunlar ochdi, u eshikka yurdi. Men ozroq yurib kelaman deb chiqib ketdi. O'sha kecha hech kim uxlamadi. Ertasi kuni akam mullaga bordi. Bir necha kundan keyin ular tinch, shovqinsiz ajrashdi. Nafisa ko'z yosh to'kdi, akam ham. Men esa ularning orzulari puchga chiqqani uchun ich-ichimdan uzr so'radim. Ammo akam menga hammadan og'ir, ammo eng kerak so'zni aytdi: "Yuzingni yashirma. Agar erkak bo'lsang, endi har kuni halol bo'l." Vaqt o'tdi. Nafisa og'ir yengil kunlarni ko'rib farzandimizni dunyoga keltirdi. Qon bosgan chaqaloq qo'limda ilk bor ingraganida men ichimdan shunday duo qildim: "Ey Xudo, mening xatolarimni emas, mana shu begunoh ko'zlarning yorug'ini asra." Onam beshik tebratarkan ovoziga bir eski allani soldi. Hovlimizdagi darvoza hamon gichirlaydi, lekin endi har gichir, har tik-tak menga eslatadi. Odam har kuni tanlov qiladi, har kuni o'zini qayta quradi. Akam uzoqdan ham hol so'rab turdi. U o'z yo'lini topdi, hayotga qaytdi, boshqa yerda oila qildi deb eshitdik. Bir kuni kutilmaganda tashrif buyurdi. Ostonada to'xtab beshikda uxlayotgan bolaga uzoq tikildi. So'ng menga qarab qo'l uzatdi. "Ismi nima?" dedi. "Sabr" dedim. U jilmaydi, "Senga yarashgan ism." Men bilaman, hayot film emas, hamma narsa bir kadrda chiroyli yakunlanmaydi. Aybimiz bor, iztirob bor, lekin mas'uliyat ham bor. Biz yashirin aybni ochiq haqiqatga aylantirdik, toki bola yolg'on ichida ulgaymasin. Endi har kuni ertalab beshikning mayin shisi ostida bir narsani takrorlayman. Odam shunchaki sevib qolishi mumkin, lekin odam bo'lib qolish uchun har kuni o'zini tanlash shart. Shunday qilib, mening hikoyam gunohdan boshlanib, rostgo'ylikda davom etayotgan sinov. Balki kim uchundir bu nafaqat ogohlik, balki umid hamdir. Agar biz insonligimizni tan olib, javobini o'z aybimizdan qidirsak, hayot baribir yurishni biladi. Va bir kun kelib, darvoza gichiri ham qo'rqinch emas, balki yangi sahifaning ovoziga aylanadi.